Bugun Islom Abdujabborovni bir kunini ko'rib chiqamiz. Ertalab birinchi ko'zim ochilishi bilan o'rnimdan turishim shart. Ozgincha tashqariga qarayman-da va zavtrak qilgani ko'chaga chiqib ketaman. Qo'ldan kelgancha to'g'ri ovqatlanishga harakat qilaman. Zavtrakdan keyin ofisga kelib ishlarni boshlaymiz. Unwanted Boys dizayneri 24/7 obloshkalarimiz bilan band bo'ladi va maksimal darajada sifatga e'tibor qaratamiz. Boshqa xonada esa kompyuterda montaj jarayoni ketadi. Balkonga chiqqanimda har doim Instagram Reels montajlari ketayotgan bo'ladi va ofisimiz har doim rabochiy atmosferada. Haftada 3 marta trenajyorga ham chiqishga harakat qilaman. Xullas, kechki paytgacha ishlarni qilib bo'lganimizdan keyin trenirovkaga ketamiz va u yerda futbolchilar bilan juda qattiq mehnat bo'ladi. Bosh murabbiy, darvozabonlar murabbiyi, administrator va boshqa insonlar ham Unwanted Boysda ish olib boradi. Bugun trenirovkadan keyin butun jamoa bilan yig'ilib ovqatlanishga bordik va ovqatdan keyin esa kelajakdagi planlarimiz va maqsadlarimiz haqida majlis o'tkazdik. Barcha bolalarning ko'zida olov bor. Ular nima qilishni juda yaxshi bilishadi. Video qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying.